Bismillahirrahmanirrahim. Sura Luqman. Nahayeti şefqatlik ve mehribon Allah'ның ismi bilen başlayman. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Bu hikmetlik kitabının ayetleridir. Hudan ve rahmeten lil muhsinin. U ta'dil erkan bilen namaz okuyduğun, Allah'ның razosini tilash yüzüsidin, köngül azadiliki bilen zakat berdiğan ve ahiretke cezmen işinidiğan, الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. Yaxşı iş qılğıcı kişilerge hidayettir ve rahmettir. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Aşular, yani yuqırqı süpetlerge igi kişiler, Pərverdigarının toğru yoluda bolğuculardır. Ani şular məqsədki erişküçülərdir. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Bazı kişiler bilimsizlikten kişilerini Allah'ның yolundan azdırış üçün behuda gaplarni setib oladi ve Allah'ның yolunu masxiri qiladi. Ani shular xor qilg'uchi azobga duchor bo'ladi. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Agar uningga bizning oyatlarimiz, ya'ni Qur'on oyatlari o'qib berilsa, go'yo uni anglamagandek, ikki qo'liqi eg'irlashib qolgandek, Allohning oyatlariga quloq selishdan takabburlik bilan yuz o'riydi. Ey Muhammad, uningga qattiq azob bilan xushxabar bergin. İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti lehum cennâtun naîm. Şübihisiz ki, iman eytqanlar ve yaxşı amallarni qilganlar nozu nimetlik cennetlerge kirdi. خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. U cennetlerde ular mengü kalıdı. Bu Allah'ның rast vədisidir. Allah vədisiga xilaflık kılmaydı. Allah galiptir. Hikmet bilen iş qilğucudur. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. Allah osmonlarni to'riksiz yaratdiki, sizlar uni ko'rib turibsizlar. Yer tavrab, sizlarni xotirjamsiz qilmasin deb, yerda tog'larni o'rnatdi. Zaminda turli jondorlarni taratdi. Bulutdan yomg'ir suyini tushirib, uning bilan zaminda turli foydali o'simliklarni o'stirdik. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. Mana bular Allah'ның yaratgan məxluqatlarıdır. Mana körüstüb beringlar ki, Allah'tan başqa məbudlarınlar
zodi nimalarni yaratdi? Balki zolimlar o'p-o'chuq gumrohlikdadir. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Biz Luqmanға haqiqatan hikmat ata qildik. Uningga aytdik ki, Allohga shukr qilgin. Kimki shukr qiladigan, o'zi uchun qilgan bo'ladi. Kimki kufrlik qiladigan, shubhisizki, Alloh bandalardan behojatdir. Madhiga loyiqdir. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Öz vaqtida Luqman hakim o'g'liga nasihat qilib, "Ey o'g'il chiqim, Allohga sherik keltirmagin. Sherik keltirish haqiqatan zo'r gunohdir", dedi. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. İnsanni ota-onasiga yaxshilik qilishga buyurdik. Onasi uni qo'rsqida usti-ustiga ojizlik bilan ko'tirdi. 2 yilda uni amchakdan ayirdi. Ey inson, menga va ota-onangga shukr qilgin. Oxir qaytadigan joy mening dargohimdir. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Agar ota-onang seni sen bilmaydigan narsani menga sherik keltirishga zo'rlasa, ularga itoat qilmagin. Ularga dunyoda yaxshi muomalada bo'lgin. Ya'ni diningga ziyon yetmaydigan asosda yaxshilik qilgin. Menga toat bilan qaytgan odamning yo'liga ergashgin. Ondan mening dargohimga qaytisilar. Sizlarga qilmishinglarni aytib beraman. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. Luqman aytdi: "Ey o'g'il chiqim, qilmishing qichi chog'liq narsa bo'lib, u uyul toshning ichida, ya'ni eng maxfiy joyda, yo osmonlarning qetida, yoki zaminning ostida bo'lsa-mu, Alloh uni hozir qiladi. Uning hisobini oladi. Alloh haqiqatan inchki ko'zatkuchidir. Hammadan xabardordir." يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Ey o'g'il chiqim, namozni vaqtida ta'dil arkon bilan o'qigin. Kishilarni yaxshilikqa buyrug'in, yomonlikdan to'sqin. Sana yetgan kulfatlarga sabr qilgin. Chunki haqiqatga da'vat qilguvchi aziyatlarga uchraydi. Bu haqiqatan qilishga iroda tiklashga tegishlik ishlardandir. ولا تصعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Kishilardan mansitmaslik bilan yuz o'rimigin. Zaminda g'odiyib mangmig'in.
Allah haqiqatan hakavur, o'zini cho'ng tutquchilarni do'st tutmaydi. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. O'ttirhal mang'in, ovozingni pastlatkin. Ovozlarning eng zerikarligi haqiqatan eshaklarning ovozidir. أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. Bilmemsiler ki Allah osmonlardaki ve zemindeki hemmini sizlarga bo'ysundirib berdi. Ya'ni sizlarning foydalanishinglarga muvofiqlashtirib berdi. Sizlarga oshkora va yoshirin, ya'ni moddiy va ma'naviy ne'matlarni kamolatga yetkazib berdi. Ba'zi kishilar hech qanday ilmsiz, hidoyatsiz va nurliq kitobsiz holda Allah borasida jidallashidir. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. Agar ularga Allah nozil qilgan narsa, ya'ni Qur'onga agishinglar deyilsa, ular yo'q, biz ota-bovlarimizning diniga agishimiz deydi. Shayton ularni do'zax azobiga chaqirgan tursa, ular yanala ota-bovlarining diniga agishamdi. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Yaxshi ish qilg'uchi bo'lgan holda ixlos bilan Allohga bo'ysungan odam mahkam tutqig'i esilgan bo'ladi. Ishlarning oqibati Allohga mansubdir. وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Kimki kafir bo'ladi ekan, uning kufri seni qayg'uga solmasin. Ular bizning dargohimizga qaytadi. Ularga dunyodagi qilmishlarini aytib beramiz. Allah haqiqatan ularning dillaridagini bilib turg'uchidir. نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ. Ularni dunyodan ozg'ina muddat bahriman qilamiz. Ondan ularni qattiq azobni tetishga majburlaymiz. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Agar sen ulardan osmonlarni va zaminni kim xalq etdi deb so'rasang, ular cho'qim Allah deb javob berdi. Aytqinki, jimi hamdu sana Allah'qa xosdir. Balki ularning to'lisi uqmaydi. Lillahi ma fis samawati wal ardi innalloha huval g'aniyyul hamid. Osmonlardagi va zamindagi narsalar Allohning mulkidir. Allah haqiqatan mahluqotidan va ularning ibodatidan behojatdir. Madhiga loyiqdir. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله
İnnallâhe azîzun hakîm. Agar yer yüzidagi daraxtlarning hammasi qalam bo'lgan, dengiz siyoh bo'lgan, uningga yana 7 dengizning siyosi qo'shilgan taqdirdimi, Allohning so'zlarini yezib tugatgili bo'lmaydi. Alloh haqiqatan g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. Ey insonlar, sizlarning dastlabda yoritilishinglar, o'lgandan keyin tirildirilishinglar faqat bir odamning yoritilishi, bir odamning tirildirilishiga o'xshashdir. Alloh haqiqatan bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir, amallarini ko'rib turg'uchidir. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. Allah'ның kechini kunduzga va kunduzni kechiga kirgizadiganligini, kun bilan oyni bo'ysundirdiganligini ko'rmamsan? Kun bilan oyning har biri muayyan muddat, ya'ni qiyomatgacha o'z palikida sayr qiladi. Alloh sizlarning qilmishinglardan to'liq xabardordir. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Bu şunun üçünki Allah haq ilahdır. Ularning Allah'ni qo'yib ibodat qilganlari, ya'ni butları batildir. Allah olidir, buyukdir. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Görmemsen ki kemilerning Allah'ның merhameti bilan dengizda yurishi, Allah'ның sizlarga o'z qudratining bir qism dalillarini ko'rsatishi uchundir. Buningda har bir sabr qilguvchi, shukr qilguvchi banda uchun haqiqatan cho'ng ibrat bor. وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ. Denizda ularni tog'lardek dulqullar o'rib olgan chog'da ular kamoli ixlos bilan Allohga iltijo qiladi. Alloh ularni dengiz xatarlaridan qutuldirib, quruqlikka chiqargan chog'da ularning ba'zisi to'g'ri yo'lda bo'ladi. Bizning oyatlarimizni faqat xiyonatkor, Allohning ne'matlaridan tongan odamlar inkor qiladi. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Ey insonlar, Parvardigoringlarga buyruqlarini o'rinlash, man'i qilgan ishlardan cheklanish bilan taqvodorlik qilinglar. Shundoq bir kundan qo'rqinglarki, u kunda ota bolasiga asqatmaydi, bolamu otasiga asqatmaydi. Allohning va'dasi haqiqatan haqdir. Sizlarni hargiz dunyo tirikchiligi mag'rur qilmasin. Shaytonning sizlarni Allohning aposining kengligi bilan mag'rur qilishiga
yo'l qo'ymanglar. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Qiyomatning bo'ladigan vaqti to'g'risidagi bilim haqiqatan Allohning dargohidadir. Alloh yomg'irni o'zi belgilagan vaqtda va o'zi belgilagan joyga yog'dirdi. Bachchidondikilarning nima ishkanligini, ya'ni o'g'ilmi, qizmi, bejirimmi, kamtukmi, baxtlikmi, baxtsizmi, Alloh biladi. Hech odam ata nimalarni qiladiganligini, ya'ni uningga nima ish bo'ladiganligini, yaxshi yomon ishlardan nimalarni qiladiganligini bilmaydi. Hech odam o'zining qayerda o'ladiganligini bilmaydi. Alloh haqiqatan butun ishlarni bilib turg'uchidir. Shay'iylarning ichki va tashqi taraflaridan to'liq xabar